Buxoro delegatsiyasining Deguga tashrifi ilk kundanoq taassurotlarga boy bo'ldi. Kutib olish marosimi tantanali tashkil qilindi va shaharning diqqatga sazovor joylariga sayohat uyushtirildi. Birodarlashgan maktablar loyihasi bu shunchaki o'zaro tajriba almashish emas, shu bilan birga o'qitishning yangi metodlari, yangicha yondashuvlar va albatta sifatli ta'lim deganidir. Sifatli ta'lim ham shunchaki so'z emas, u o'z ichiga madaniy, ma'rifiy, tarbiyaviy, axloqiy qarashlarni ham oladi. Degu yuqori maktab bilan xalqaro hamkorlikdan ko'zlangan maqsad ana shu jihatlarni o'rganish, o'rgatish va tatbiq etishdan iborat. Maqsad aniq, natija esa kutilganidek. Degu yuqori maktabida STEM ta'lim tizimi bo'yicha dars o'tiladi. Yuqori maktab degani bu yuqori sinflar, ya'ni 10-11 sinf o'quvchilarini o'qitadigan maktab. Aynan shuning uchun ham ta'lim muassasasida o'quvchining tanloviga ko'ra fanlar chuqurlashtirilgan holda o'tiladi. Shu bilan birga hunar ham o'rgatib boriladi. Delegatsiya a'zolari dastlab tasviriy san'at darsida bo'ldilar. Amaliy mashg'ulot darsida ikki davlat o'quvchilari ham katta qiziqish bilan qatnashdilar. Dars davomida o'qituvchining mahorati, o'quvchini qiziqtira olish qobiliyati yaqqol namoyon bo'ldi. O'quvchilar faqat rasm chizmadilar, shu bilan birga ustoz hikoyalari qanotida tarixga sayohat qildilar. Bugun koreys darsiga, rasm darsiga qatnashdik. Juda ham ko'p narsa o'rgandik. Menga juda ham yoqadi shunaqa rasmga chizish. Ana qarang, o'z qo'llaringiz bilan rasm chizyapsiz. Navbatdagi dars kimyo. Hozir bu yerda kimyo darsi davom etyapti. Ko'rib turganingizdek, bu yerda amaliyot jarayonlari, ya'ni yaroqsiz holga kelib qolgan maishiy chiqindilardan plastik mahsulotlar yaratilyapti. Degu yuqori maktabida ta'lim bilan bir qatorda kasb, hunar o'rgatib borishga alohida urg'u beriladi. Maktab bo'ylab aylanar ekanmiz, sinfxonalar bilan tanishib bordik. O'quvchilar o'z qo'llari bilan yaratgan buyumlarni ko'rib, ularning qo'l mehnatiga tasanno aytdik. Sport do'stlik elchisi. Koreyalik do'stlari bilan sport musobaqasida ishtirok etgan buxorolik o'g'il-qizlar uchun ham bu galgi uchrashuv unutilmas voqealarga boy bo'ldi. Tegonda yana bir kun. Bugun ham o'zgacha boshlandi. Bugun darslarni to'garaklar shaklida boshlashga qaror qildik, chunki aql va mehnat uyg'unligi insonni yangi g'oyalarga yetaklaydi. Hozir o'quvchilar idishlarga rasm soladilar. Bu nima uchun kerak? Avvalo, bu ularning tasavvur olamini boyitadi. Shu bilan birga Koreya haqidagi xotiralarni aynan mana shu idishni ko'rganda eslab yurishadi. Bu qo'l mehnati. Maktabimizda har bir o'quvchi albatta qo'l mehnati orqali mahsulot yarata oladi. O'ylaymanki, bu buxorolik o'quvchilarga ham manzur keladi. Dastlab o'quvchilar o'z qo'llari bilan mana bunday idishlarga rasm chizishdi va bu finjonlarda ular Koreya bilan bog'liq yorqin xotiralarni ifoda etishdi. Amaliya Pusandagi dengizni, Durdona Hankang daryosini, Shahinya Kentning sayohatlarini tasvirladi. Oddiy bir idishda o'quvchilarning hayajoni, shirin xotiralari, tasavvurlari joy oldi. Amaliy mashg'ulot darslarining ikkinchi qismini boshlashdan oldin buxorolik o'quvchilar Tegodagi boshqa bir maktab o'quvchilarini mezbon singari kutib oldilar va ular ham birgalikda to'garaklar faoliyati bilan tanishdilar. Xonada duradgorlik uskunalaridan tortib zamonaviy lazer kesish mashinasigacha o'rin olgan va ulardan foydalanib maktab o'quvchilari turli ro'zg'or buyumlarini, aksessuarlarni tayyorlashadi. Bu yerda hozir dars jarayonida foydalanayotgan mahsulotlarning ko'pisi chiqindilarni qayta ishlash, ya'ni upcycling, qayta ishlash, shulardan foydali biror bir kundalik hayotda ishlatiladigan mahsulot tayyorlashga qaratilgan. Mana shunday qilib, ya'ni o'quvchilarga hozirgi paytda global muammolarni mana shu yo'l bilan hal qilish usuli ham o'rgatiladi. Bizning bolalarimiz bu jarayon juda ham yaxshi qabul qilishadi, chunki ular o'zlariga kerakli bo'lgan kundalik hayotda ishlatadigan narsani tayyorlashliklari uchun bu yerda o'zlarining qanday bir yangi talantlarini ham kashf qilishyapti. Maktabda jonli tabiat muhofazasiga ham alohida e'tibor bilan yondashiladi. Chiqindilarni tabiat husniga dog' bo'lmasligi uchun qayta ishlash, bu orqali ham mehnatsevarlik targ'ib qilinadi. Shu bilan birga tabiatga mehr shakllantiriladi. 저희 대건고등학교는 학생들이 자기 진로를 결정해서 Maktab faoliyatida ona tabiatni asrash va kelajakka yetkazish g'oyasi asosiy o'rin tutadi. Jonli tabiat bu bizga berilgan ne'mat. Havo, suv, borliq, bular tiriklik asosi. Biz mana shu idishda tasvirlangan 8 yo'nalish bo'yicha atrof muhit muhofazasi uchun kurashamiz. Uni targ'ib qilamiz. O'quvchilarning bu boradagi ko'nikmalarini maktab davridanoq shakllantirib boramiz.
Kunning ikkinchi yarmida ikki davlat o'quvchilari hunarmand ustaxonasida bo'lishdi. O'quvchi qobiliyati bu uning kelajagi deganidir, biroq fanlardan yuqori ko'rsatkichga ega bo'lmagan o'quvchilar ham ortda qolib ketmaydi. Ularga hunar o'rgatiladi. Bugun bu yerda o'quvchilar inson aql va zakovati va barmoqlari mo'jizalar yaratishga qodirligini isbotlashdi. Mehnat qilgan elda aziz. Koreys xalqida ham shunga o'xshash maqol bor ekan. Mehnat bilan ilm samarasi esa kelajakda har ikki davlat yoshlarining istiqbolida ham o'zini namoyon etadi.